Mana shu ayolni rasmini qo'yganman ko'rishinglar uchun. Ataylab sizlarga turtki bo'lsin. Mana shu narsa. Ayol maksimum 60 yosh deyilgan. 60 yosh tasavvur qilinglar. Yuz qanaqa holatga kelib qolgan. Buni sababi nimada? Da kollagen stimulyatsiya yo'q organizmda. Da genetika yaxshi emasdir balki. Lekin ayol umuman yuziga hech qachon na krem surgan, na SPF ishlatgan. Tasavvur qilinglar. Bu birinchi sabab, birinchi omil. Yuzga SPF ishlatmaslik. Quyosh nuri eng birinchi dushmanimiz. Haddan tashqari bu ayol dalada ishlarkanlar, dalada. Bizda ham dalada ishlaydigan ayollarimiz juda ham ko'p. Ular ro'zg'origa pul yetkazsin, SPF kammi deyishinglar mumkin. Unda albatta mana shunaqa holatga kelib qolinadi. Boshqa betda vыбор yo'q va hech qanaqa yechim yo'q. SPF surish shart. Va qolaversa nimaga Nodir opa yuzingiz o'zi yaxshi qivurasiz ukol. Bir narsalar qivurasiz. Allohga berganiga qanoat qilish kerak emasmi? Bu hayotda deymiz, lekin Alloh bizga ajinni bermaydi. Ajin qachon tushadi? Mana shunaqa qaralmaganlikdan, parvarish yo'ligidan inson organizmi mana kasal bo'ladi. Nimaga biz doktorga boramiz, lecheniya olamiz? Nimaga unaqa insonlarga siz borma doktorga, sen Alloh bergan bu kasallikka senga qanoat qil shunga demaymiz-ku, to'g'rimi? Yuzdagi muammolar ham aslida kasallik hisoblanadi. O'shaning uchun ham oldini olib yurish esa bu eng o'zini yaxshi ko'rgan va Alloh bergan omonatini asrab avaylaydigan insonlargina qiladi. Yuzim yaxshi, menga kosmetolog kerak emas yoki organizm, yuragim yaxshi urib turibdi, menga doktor kardiolog kerak emas. To'g'rimi? Oshqozonim bir amallab sindirib olishim, analiza topshirishim kerak emas deyish eng katta xato bo'li hozirgi zamonda. Mana shu ayollik holatiga tushib qolmasliginglar uchun 160 yoshda shunaqa. Endi bu ayollik 40 yoshda ham bundan bo'lsa bir 30-40% ga yaxshiroq bo'lgan. Tasavvur qilinglar, 40 yoshda bu ayolning yuzi qanaqa bo'lgan. O'shaning uchun o'rtoqlar, kosmetologiyadan qo'rqish kerak emas va buni orqaga ham surish kerak emas. Imkoniyatinglar bormi? Обязательно o'zingizga harakat qilinglar qarashga. Muolaja olishga imkoniyatinglar bo'lsa, хотя бы SPF surib yuzingizga домашний parvarish qilinglar, o'rtoqlar. O'shanda mana bunaqa holatga kelib qolmaymiz 60 yoshda. Men har doim aytaman, yoshingizga nisbatan yosh ko'rinish kerak emas, lekin yoshga nisbatan ухоженный bo'lish kerak. Men bu holatga tushib qolmaslik kerak. 60 yoshda menimcha bu xunuk baribir. Yuz bunaqa turishi. To'g'rimi o'rtoqlar?